Navbatdagi noodatiy misolimizga odatiy yechimni qidiramiz. Demak, savol shunday: 48 faktorialni 2 ni n-chi darajasiga bo'lganimizdagi son 90, ya'ni to'q natural son bo'lsa, n natural sonining qiymatini toping deyapti. Biz bilamizki, istalgan to'q sonimizni 2 ga ko'paytirganimizda juft son hosil bo'ladi. Shu uchun biz avvalo 48 faktorialni ichida 2 ni nechta darajasi bor, ya'ni nechta 2 ko'paytirilganligini topib olishimiz kerak. Demak, bu uchun 48 ni ketma-ket 2 ni darajalariga bo'lib, butun qismini olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi darajasi 2, ikkinchi darajasi 4, uchinchi darajasi 8, to'rtinchi darajasi 16, beshinchi darajasi 32. Teng 48 ni 2 ga bo'lsak 24 plus bu 12 plus bu esa 6 plus bu 3 plus 1 teng. Yig'indimiz, demak, 24 ga 6 30 bo'ladi. Bular 16 ni beradi. 46. Demak, 48 faktorialni ichida 2 ni 46 darajasi bor ekan. Demak, o'z-o'zidan kelib chiqadiki, to'q son bo'lsin deganligi uchun 2 ni 46-siga bo'ldik bo'ladi. Javob C.